Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 6-noyabr sanasida ko'rib turgan olmalarim Pinky Lady Rozigilov navidan daraxtni yoshi mana 3 yoshli bo'ldi. Kamerani yaqinroq olib kelib, mevani holatini qanchalik darajada rang berganini ko'rsatib qo'yin. 3 yoshli daraxtimizda mana shuncha hosili bor. Mana holatlarni ko'ringlar. Terim jarayoniga tayyor. Shu holatda -5 gradusgacha daraxtni ustida ham turadi. Sovuqqa chidamli olma, saqlash muddati uzoq. Yana bir yosh niholni bergan hosilni ko'rsatib qo'ying. Mana kamerani yaqinroq olib keling. Mana bu daraxtimiz ham yoshi mana 3 yoshlik. Mana shunchalik mana rang olib hosil bergan. Mana holatini ko'ringlar. Juda ham suvlik, mazalik olmalardan bez xoladenlik omborda saqlasalar ham bo'ladi. Shu olmani rangiga o'xshatib yurakchani qizarib bittadan laklarni bosib o'tib ketinglar. Bizni kanalimizga podpiska bo'lib obuna bo'linglar. Bizda barcha turdagi mevali ko'chatlardan bor. Ko'chatlarni ekib berish xizmatlari, dastavkalari ham yo'lga qo'yganmiz. Nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kamerani yaqinroq olib kelib yana bir bor ko'rsatib qo'ying mana. Mana Pinky Lady Rozigilov navidan mana.